sizda ham iloji bo'lsa to'rg'aganlaring yaxshi, chunki to'rkadan chiqarilganda tez erib ketadi solinganda. Katta qilib tomatidan keyin qo'shib qo'ygan yaxshi. Ustiga katta qilib qo'yib qo'yilgan yaxshi. Ko'rinishda qilib to'g'rab chiqsalaring, vali sal sekinroq eriydi, keyin kuyib ham ketmaydi. Oddiy mozzarella sir. Kolbasani ham yupqa qilib to'g'ralanaveradi. Shunaqa yupqa to'g'rab chiqilaveradi. Pizzani tomatini ham o'zlaring tayyorlasalaring, yana ham shirin bo'ladi. Pomidorni olib, po'stlog'ini archib olasizlar, to'g'rab olasizlar mayda qilib. Mana to'g'rab oldim. Endi buni qizib turgan skоворodkaga ozgina yog' qo'yib, sal-pal pishirib olamiz. Pomidorni qo'shib olamiz. Va uyda bor ketchupmi, tomatmi, bu narsa qo'shib olsangiz bo'laveradi. Menda boshqa achchiq ketchup bor edi, shundan qo'shyapman. Hamda ustidan shunaqa kashnoshda maydalangani ozgina va biroz shakar hamda biroz tuz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Tomatni ham 10 minutdan vaqt ketmaydi. Hop, yoyib bo'ldim. Yoyib bo'lgandan keyin vilkada xamirimizni yaxshilab urib chiqamiz. Bu yana ham yaxshiroq pishishi uchun. Tomatni ham sovolamiz. Tomatni ham mana sob bo'ldi. Endi sirlarimizni qo'yib chiqamiz. Sirda aytib o'tdim-ku, butun qo'ysalaring kuyib ketmaydi. Ham cho'zilib, pishganda zo'r erib zo'r cho'zilib beradi. Atroflatib aylantirib qo'yib chiqamiz. Sirni ham terib bo'ldim. Endi kolbasalar qo'yib chiqamiz. Kolbasani o'rniga xohlovchilar qiyma ishlatsa ham bo'ladi. Bolalarim kolbasalarni yaxshi ko'radi, shuning uchun bundan ko'p qilaman. Buni o'rniga tovuq go'shti ishlatsalaring ham bo'ladi. Grudinkaning dudlangani har xil. Ustidan xohishga qarab zaytun qo'ysalaring ham bo'ladi. Menda shunaqa konservaligi bor zaytunda. Buni hamma joyga qo'ymayman, chunki bolalarim yomon ko'radi. O'zimga ozgina joyiga qo'yaman xolos. Pizza pishirishda yana bitta asosiy fishkasi duxovkalarni maksimumga ko'tarib olinglar. Chunki ko'pchilik pastroq gradusda pishiradi, yo'q, pizza qancha baland bo'lsa, bu tez pishadigan narsa-da. Rosa ham baland bo'lish kerakki, solib 15 minutda olinadi. Agar qiymali bo'ladigan bo'lsa, endi uzoqroq qo'ysalar, chunki kolbasa o'ta pishib ketmaydi bu narsa. Usti pachli ozgina qovuriladi xolos. Shuning uchun maksimumga qo'yib, tezda pishirib olsalaring, noni ham yumshoqqina turadi, xamiri ham. Mana endi buni pishirib olamiz xolos. Ana keldi deysiz keladi. Ana. Pizza ham pishdi. Endi kesib olamiz xolos. Mana. To'g'ri. Bismillah. Mana. Yupqaligi ham o'rtacha, ko'rinishi ham. Endi buni oldiga bu kerak. Bu bo'lmasa bo'lmaydi. Menga bo'lsa yoqimli ishtaha, sizlar bo'lsa videoni saqlanib qo'ying, kerak bo'lib qoladi.